Ushbu loyiha Mikrokredit bank, Kelesbixo hamda Toshkent viloyati Toshkent tumani Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan. 19-27 sonli konturga asosan yer maydonimizga kartoshka mahsulotlari ekilgan. Maydon hajmi 601 gektarni, ya'ni uzunligi 305 metr, bo'yi esa 200 metrni tashkil etadi. Maydonda ekinlarimiz zamonaviy usullarda parvarish qilinib kelinmoqda. Ekinni yetishtirish jarayoni 130-150 kunni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, ekinimiz yig'ib olish jarayoniga yaqin. Ushbu loyihaga 16 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 38 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun Aliyor Fayz Baraka MChJ va Istiqbol kooperativ ishlab chiqaruvchisi biriktirilgan. Loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, umumiy miqdorda esa 109 tonnadan oshiqroq hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda esa ekin maydonini kattalashtirish, shu orqali dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.